Mirzo Ulug'bek tumani Alisherobod mahallasida joylashgan yangi xonadonimizni videoni oxirigacha ko'ringlar. Shu uyimizni to'liq ko'rib chiqamiz. Uyimizning ichida mebellar qo'yilgan va remontlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Uyimizning yer maydoni 2,4 sotuv, binoning umumiy maydoni 450 kvadrat metr. Tepasida terrasalari ham bor. Yozgi oshxona hovlida ham ko'ryapsizlar, bu tomonda joylashgan va uyimizning tepa qismida ham, ochiq terrasasida ham yozgi oshxonasi bor. Endi kelinglar, uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Uyga kirganimizda birinchi bo'lib katta zalni ko'rishimiz mumkin. Hol va zal совмещенный qilingan o'rtoqlar. Bu tomonda divanniy zona, televizor uchun podsvetkali shunaqa panellar qo'yilgan. Bu tomonda kuxnya, kuxonniy mebel va texnikalarimiz tayyor qilib qo'yilgan. Prixojiyni ko'rishingiz mumkin. Prixojiyaga ham chiroyli mebellar yasatib qo'yishgan o'rtoqlar. Endi bu tomonda общий sanuzel joylashgan. Va sanuzelning yonida birinchi qavatda spalnisi, o'zini ichida sanuzeli joylashgan o'rtoqlar. Bu uyimizning birinchi qavati, endi tepaga ikkinchi qavatga chiqamiz. Uyimizning ikkinchi qavatida 3 ta xona va 2 ta sanuzel joylashgan. Birinchi bo'lib asosiy spalnini ko'rishingiz mumkin, ancha katta qilingan, o'zini ichida, demak, garderobnisi va sanuzeli joylashgan. Undan tashqari o'zini balkoni ham bor o'rtoqlar. Endi bu tomonda qo'shimcha zal joylashgan, yana bitta shunaqa katta xona ko'ryapsizlar. To'g'rida bolalar uchun spalni mo'ljallangan, o'zini ichida stroyenniy mebellari ham bor va oxirida общий sanuzel joylashgan o'rtoqlar. Bu uyimizning ikkinchi qavati, endi tepaga 3-qavatga chiqamiz. Uyimizning 3-qavatiga chiqqanimizda bu tomonda yana bitta katta spalni joylashgan va bu yoqdan ochiq terrasamizga chiqiladi. Mana shunaqa chiroyli vid bo'lib turadi o'rtoqlar. Bu tomonda o'zini kuxnyasi ham joylashgan. Bemalol yozda ham, qishda ham bu kuxnyamizdan foydalansak bo'ladi. Undan tashqari bu tomonda sanuzellari ham bor. Bu xonadonimizni kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilinglar. Hammaga rahmat.